Qashqadaryo viloyati Qarshi atrofidagi do'konlar shunaqami? Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri atrofidagi do'konlar uchun hozir biz yana bir Damas Labo egasini aniqlaymiz. Xo'p, nechta kupon bor aynan Qashqadaryo Qarshi atrofida? Do'konlar soni, aynan kuponlar soni. Savdo egalari kuponlarni yig'ib borishgan. Juda ham zo'r natija 4697 ta hozir bizda kupon bor. Eng faol viloyatlardan biri bo'lib Qashqadaryo ham. Demak, g'oliblar tayyor turing, g'oliblikka tayyor turing. Har biringiz kupon egalari hozir g'olibni tezlik bilan aniqlab olamiz va Damasni o'z egasiga yetkazamiz. Demak, birinchi raqam uchun adatronni yaxshilab aylantiraman. Demak, bizda birinchi xonamiz uchun raqamni aniqlaymiz. Xo'sh, qo'limda sharbot. Bu degani qaysidir ishtirokchi allaqachon omadini boshladi, ya'ni ketma-ket omadli raqamlar boshlanib, bugun bitta g'olib aniqlanadi. Aynan 5 raqam bilan boshlanar ekan. Qarshi atrofidagi do'konlar uchun 5 raqami bilan boshlanadigan kuponlar soni menimcha ozgina qisqardim. Nechta kupon hozir bor bizda o'yinda? 5 bilan boshlangan kuponlar soni necha 182 ta? 180 482 ta, juda ham yaxshi, ozgina. 482 ta kupon hozir 5 bilan boshlangan va ular orasidan endi raqamlar o'zgarishi bilan son ham qisqarib boradi va g'olib aniqlanadi. Aylantiramiz. Qashqadaryo 4000 ta kupon yig'ib qo'yibsiz-a? Zo'r. Demak, ikkinchi xonamiz uchun qaysi raqam? Ikkinchi xonamiz uchun 0 raqami. 5-0 bilan boshlangan Qashqadaryodagi kuponlar sonini endi hozir bilib olamiz. Kam qolgani aniq. 52 ta. 52 ta ham ko'p. Men o'ylagandim, hozir 10-20 ta deb o'ylagandim. Demak, 4000 tadan hozir biz 52 ta raqamga tushdik. Ya'ni 5-0 bilan boshlangan kuponlar bizda 52 ta ekan. Yana bitta raqamni aniqlaymiz. Agar kuponlar to'g'ri, raqamlar to'g'ri kelsa, g'olib aniqlanadi. Agar yana son bo'lsa, hali yana 2 ta, 3 ta, 4 ta raqam bo'lsa, bizda ketdik. Yana bitta aniqlaymiz. Damas Labo bugun o'z egalarini topadi. 8 raqami 508 raqami bilan boshlangan. 508 menimcha ko'rinyapti sizga. 8 raqami. O'zingizning kuponlaringizda raqamlarini bilasiz, ko'rib turgan bo'lsangiz, 508 raqam bilan boshlangan bo'lsa sizning kuponingiz nechta? 7 ta. 7 ta ishtirokchi, 7 ta zo'r, 7 ta ishtirokchi. Juda ham yaqin qoldingiz g'oliblikka. Ko'rib turibsiz, hozir sizning qo'lingizda raqamlar bor, ya'ni kuponingiz raqamlari bor. Agar 508 keyingi raqamlarni taxmin qilib turing. Agar 7 bo'lsa, siz g'olib bo'lasiz, 8 bo'lsa, siz g'olib bo'lasiz, 5 bo'lsa, siz g'olib bo'lasiz. Shunaqa hozir biz davom etamiz va men keyingi xonani siz uchun aniqlab beraman. Agar to'g'ri kelsa, bugun aynan siz Damas Labo egasiga ega bo'lasiz. Yangi yil uchun zo'r sovg'a Pepsi tomonidan sizga taqdim etiladi. Ovozim biroz bo'g'ildi va bu joyda menga Pepsi yordam beradi. Demak, keyingi raqam 508 va 4-xonamiz uchun 7 ta ishtirokchi qolgandi. 7 raqami 508 7 raqamlari hozir bizning kuponlarimizda bor va bunday raqam yo'q ekan. Shuning uchun boshqa raqamni tanlashga majburmiz. 508 7 yo'q. 7 ni qayta tashlab, yana bir marta aylantiramiz. Qancha sovg'alar, qancha 22 ta, naqd 22 ta Damas bugun o'z egasini topadi. Ulardan bir nechtasini allaqachon aniqlab bo'ldik. Hali qolgan viloyatlar bizni ko'rib turing. 0 5 0 8 0. Bunday raqam 2 ta. Juda ham yaqin qoldik. Demak, 5-xonani topsak bo'ldi. 5080 raqam bilan boshlangan kupon bizda hozir 2 ta qoldi. 2 ta ishtirokchi. Ikkingizdan biringiz hozir Damas Labo egasiga aylanasiz. Bitta Damas bugun sizniki bo'lishi aniq. Xo'p, qaysi raqamlar? Ekranda ko'rsatib olamizmi? Hozir kim g'olib bo'lishini? Xo'p, qaysi raqamlar tushishi kerak? 5080. 2 ta, atigi 2 ta. 2 ta ishtirokchidan bittasi hozir g'olib bo'ladi. 3 508 03 raqami yo'q, 3 raqami ham to'g'ri kelmadi. Demak, 7 3 raqamlar to'g'ri kelmadi. Aylantiramiz. Va g'olibni hozir aniqlaymiz.
Bugun zo'r kun. Men kuni bilan energiyaga to'lib yuraman, chunki men bugun juda ham ko'p insonni xursand qilgan bo'laman. Naqd 22 ta Damas'ni egasini aniqlaganimizdan keyin 22 ta inson xursand bo'lib, mana shu qizga rahmat desa kerak, mana shu qiz meni raqamlarimni topib berdi desa kerak. Demak, bizda keyingi xona 6 raqami 50806. 6 ham to'g'ri kelmadi, afsus. 3 6 7 raqamlar to'g'ri kelmadi. Yana bir marta aylantiramiz To'g'ronni. G'oliblikka juda ham yaqin qolyapmiz. Bitta qadam qolgan, ya'ni bitta raqamni topsak, bitta raqam to'g'ri kelsa, aynan Qashqadaryo, Qarshi atrofidagi do'konlar uchun ham g'olib aniqlanadi. Xo'p, bir raqami 5081. Bir raqam ham to'g'ri kelmadi. Atigi ikkita ishtirokchi, qaysi raqam sizda? Xo'p, yana bir marta aylantiramiz. Bu safar bu tarafdan tanlab ko'raylik, qaysi raqam hozir ekan. Xo'p, 3 raqami 5080 yo'q, afsus. Yana bir marta aylantiramiz. Demak, hozir 4 5. Bizda 8 raqami. 8 raqami to'g'ri keladimi? Yo'q, afsuski to'g'ri kelmaydi. Yoki 7 yoki 9 bo'lish kerak, shunda. Ekraningizda ko'rib turibsiz, qaysi ishtirokchilar bir necha soniya, bir necha daqiqa ichida g'olib bo'lishini aynan mana shu raqam egalari 508007 yoki 9 raqamlari hozir bizda mana shu yerdan aniqlanishi kerak. Ana mana shu ishtirokchi bugunning o'zida, hozirning o'zida Damas egasiga aylanadi. Xo'p. Qaysi biri tusharkan? 7 mi, 9 mi? 7 bilan tugagan yoki 9 bilan tugagan kupon raqami egalari 4. Afsus 4 ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yana bir marta tezlik bilan aylantiraman. Chunki kutib qolishdi. Hozir qaysi birimiz yetarkan deb. Damas Lavor zo'r. Yangi yilda yangi sovg'a. O'zi yangi yilda kim sizga sovg'a bergandi oxirgi marta? Eslaysizmi? Yo'q. Pepsi sizga mana shunday sovg'alarni beradi faqat. Shuning uchun mana shunaqa aksiyalarda qatnashib turish kerak. Ko'plab mahsulotlarni xarid qilish kerak, chunki bir-biridan ajoyib mahsulotlar Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenalin Rush, Rockstar mahsulotlari, energetik ichimliklar yoki mana shunday gazli ichimliklarni siz xarid qilib, bemalol mana shunday kuponlarni yig'ib Damas Labo yoki Tracker avtomobiligasiga aylanishingiz mumkin. 8 raqami yana menda va 8 to'g'ri kelmaydi. Yana bir marta aylantiraman. Xo'sh. Qaysi raqam? Tezroq chiqsin, 7 yoki 9. Bir raqami, afsus to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yana bir marta aylantiramiz. Biz adolatli bo'lishi uchun oxirigacha kurashamiz. Oxirigacha raqam chiqishi uchun lototronni aylantiraveramiz va aylantiraveramiz. Xo'p, qaysi raqam bu safar? 5 raqami yana to'g'ri kelmadi. Yana bir marta aylantiraman. 7 yoki 9 raqami chiqqandagina lototronni aylantirishdan to'xtaymiz. Chunki bizda 7 yoki 9 raqam bilan tugagan kupon egalari g'olib bo'ladi. Qachon meni qo'limga 9 raqami, 7 raqami tushar ekan? Yana bir raqami, yana bir marta qayta aylantiramiz. Agar sizning raqamingiz yetib kelmagan bo'lsa, agar siz mana shu ikkita ro'yxatda bo'lmagan bo'lsangiz, kayfiyatni tushirmang. Hali sizda g'olib bo'lish imkoniyati bor. Yuqorida ham aytdim, hali sizni Tracker kutib turibdi. Tracker. Damas ham emas, Tracker sizni kutib turibdi 3-yanvar kuni. 3-yanvargacha ham bemalol siz kuponlarni yig'ishingiz mumkin. Yuzlab, minglab kuponlarni yig'ib, ana savdo nuqtalari egalari mana shu aksiyada ishtirok etishingiz mumkin. Yana bir marta aylantiraman. 7 raqami qayerdasan? 9 raqami qayerdasan? Xo'sh, qaysi raqam? Va nihoyat 9 raqami meni qo'limda. Sizni tabriklaymiz. Urra! G'olib aniqlandi. Qashqadaryo, Qarshi shahar tabriklaymiz. Yangi yil uchun ajoyib sovg'a. Yana bir marta sovg'a sizga muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Ura! Va nihoyat aniqlandim. 7 raqam bilan tugagan kupon egasi, kayfiyatni tushirmang. Hali Tracker yutishingiz mumkin. Men ishonaman, Tracker sizniki bo'ladi. Ungacha ham kuponlarni yana sotib oling. Siz yuzlab, minglab kupon olsangiz, sovg'ani yutib olish imkoniyatingiz foizi oshib boradi va albatta Tracker egasiga aylanasiz.